Aniga meni yo'q deb ustimga haydaydi. Mana yo'q. Prezidentimizga murojaat qilamiz. Hurmatli prezident, ko'chada qolib ketdik. Hamma joyga bordik, prokuraturaga bordik, MVDga bordik. Hech kim yordam berayotgani yo'q. Mana quruvchilarimiz qochib ketyapti hozir. Nima qilishni bilmayapmiz. Siz uyingizga bormoqchimiz endi. Nima qilaylik? Militsiya chaqirganmiz, kelmaydi. Yordam bering. Shuncha bosh bolalari bilan mana shu bola hali tug'ilmagandi. Mana onkologiya kasali bilan o'tirishibdi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni juda ham hurmat qilaman, tishlarimda ko'rib chiqaman. Lekin mana shuncha vazirliklarga bordik, organ xodimlari, prokuratura qolmadi, ichki ishlar qolmadi. Mana men bilan o'lkaga yotolman degan, shundan bosib o'sib ketamiz deyapti. O'zim onkologiya kasalman. Uyimizda ham qora xalqdan foydalanyapti faqat. Bizga o'xshaganlar shaharda to'lib yotibdi. Bizdan va'da berdilar, men yordam beraman deb. Lekin ular buyruq bergan buyruqlarni GUVD, MVD umuman bajarmayapti. Qani uyimiz, qani bu qanday turgan bo'lsa shunday turibdi. 5 yil bo'ldi. Beshta ajnabiylarni mashinniklar, 12 odamga anaqasi bor ekan. Yuribdi mana, "Yo'qsan yotib olaver, ustingdan bosib o'tib ketaman" dedi. Nahotki bizlar shuncha xor bo'ldikmi? Yangi O'zbekiston prezident sizni juda yaxshi ko'ramiz, halol odamsiz. Sizga uchrashtirmaydi hech qachon hech kim. Lekin yoningizdagi odamlar buni qilmaydi. Biz qaqib olaylik, 100% to'laganmiz. 200 yil ishlasak ham bu pulni qila olmaymiz. Bolalarimiz sochlari oqarib ishlagan. Uyimiz bor. Na pulimiz bor, na uyimiz bor. Menga bu hukumat o'zi kasalman bugundagi. Yo'q, qani hozir hashasi bekilib olgan mana bu yoqda otasi, hamma oilaviy egallashib olgan armanlar. MVDga borib boshqacha gapiradi. Bizga kelib turib mana sallaga figushkasini ko'rsatib, "Na uyingni olasan, na pulingni olasan" deb. Kim bu bizani topgan halol pulimizni yeb ketadigan maraslar?